Abdullah! O'rtoq, qalaysan? Oo, Yaxshimisan? og'ayni. Bormisan? Rahmat. O'zing qalay? Zo'r, shukr. Mashinang ja boshqacha-ku, ha? Katta biznesmen bo'lib ketdingmi deyman. Ha, xudoga shukr, ishlarim zo'r. Aha. Ikkita zavodim bor. Oo, Yunusobodda katta uchastkam bor. Xullas, ishlarim yaxshi. mashalloh, mashalloh. Allohga hech ketmas ekanda og'ayni qara. Xohlasa bittada boy qilib qo'yaverar ekan. Ja, bittada emas, og'ayni. O'zi bo'lmadi buni. Tinmay mehnat qildim, kallam ishlatdim. To'g'ri, lekin bularni hammasini Allohning rizqi deb o'qigandim bitta kitobda. Agar Alloh rizq bermasa, aqling ming o'tkir bo'lsa ham, ertadan kechgacha ishlasang ham foydasi yo'q ekan. San ham ja nasihatni olasan-da. Sal shoshib turdim, keyin gaplashamiz, maylimi? Salomat bo'l. Sog' bo'lgin. Xo'p. Ha, Xurshid, yaxshimisan? Abdullah, ishlaring yaxshimi? Salomatmisan? Bormisan, ey. Ishlaring yaxshimi? Ishlarim o'xshamadi. Bankrot bo'ldim. Iya. Bajar bo'lib hamma bor yo'g'imdan ayrildim. Xudo asrasin. Yomon bo'pti-ku. Mayli, siqilma og'ayni. Allohga oson. Peshonangga yozilgan bo'lsa, yana oyoqqa turib ketasan. Qaniydi. O'shanda to'g'ri aytgan ekansan. O'zimcha hamma narsaga mehnatim bilan, aqlim bilan erishaman deb yurgan ekanman. Mehnatimni ham, aqlimni ham foydasi bo'lmadi. Ano san o'qigan kitobdagi gap to'g'ri ekan. O'sha qaysi kitob edi? Ha. Hozir. Mana. Rizq nima o'zi? Biz rizq deganda nimani tushunamiz? Faqat yeydigan narsalarnimi? Unday emas ekan. Rizq juda keng tushuncha ekan. Har juma kuni kechki soat 8:30 da islom.uz portalining YouTube kanaliga kiring. Mozin Abdulqodir Arnavut hazratlarining Rizq kitobini birgalikda tinglaymiz. Rizq kitobi. Mozin Abdulqodir Arnavut. Tarjimon Foziljon Abdulqayyum.